Assalamu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar mahallamni yo'ritgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Mikrofon oldida Rida Ablimit. Qadrli anglag'uvchilar, bugun Onalar bayrami. Onalar bayrami munosabati bilan dunyoning har qaysi joylaridagi mehribon onalarimizning bayramini tabriklayman. Şundaqla men bugün Onalar bayrami munosabati bilan ustoz Fazil Qorining onalar haqidagi qissasini o'qib o'taman. Bir odam ayolning chechanligi va pokizligidan aqli ichilib, hattoki kunduzmi ko'zga yo'lduz ko'rinadigan bo'lib, zehni va ko'rish quvvati nihoyatda o'tkirlashib ketibdi. Ayoli yo'ldoshining kiyim-kechigini har kuni almashtirdi ekan. Kiyim-kechaklarni yuysa 6-7 qitim yuyib, shunchalik pokiza chinlari va bozordan setib olgan yemeklari nihoyat pokiz yuyilib, ham yetib qopgan yerlarini shunchalik astoydillik bilan tozalab, yo'ldoshini haqiqatan yaxshi kutadi ekan. Shundaq, inson qanchaki pokiz muhitda tursa, qanchaki pokiz yemeklarni iste'mol qilsa, dili shuncha ro'shanlashadi va aql zehni ichilib, ko'zi o'tkirlashadi. Bir kuni yo'ldoshi maqtanib qopti. "Hey, qadrimni bilmaysan-da, xotin. Boshqa kishilar kechida tast ko'rdigan yulduzlarni kunduz ko'ryapman. Mana sen albatta mendek eringdan faxrlansang bo'ladi", debdi. Ayoli "Bu mening xizmatimning natijasi", debdi. "Bu siz qilayotgan e'tiborim ham hurmatimning xislati", debdi. "Mahutun nima deydi?" deb bu etibdi va "Bu menga Xudoyimning bergan xislati", debdi. "Bo'pti", debdi. Ayoli burunqidek tozliqqa e'tibor qilmaydigan bo'ldi. Bir narsalarni yudi, bo'lmasa bo'lishiga tamoq etib beraveribdi. Piyollarni ancha e'tibor qilmaydigan bo'ldi va kiyim-kechaklarni har haftada almashtiradigan holatga keldi. Hiliq odamning borgan sir ko'zi g'uvalishib, kunduzmi ko'zi xiralishga boshladi. Bugun anglaganni atsi unutib qoldigan bo'lib, burunqi zehni quvvatidan asar qilmabdi. U kishi tanabdi. "Xotin, menga qilgan avvalgi e'tibor va hurmatingni davom etavagin. Mendagi xislat va farzandlarimga bo'lgan barakat, fazilat aslida sening ajringdan kelgan ekan", debdi. "Mening xatoligimni kechir, xotin", debdi. U ayol bizni Alloh kechirsin. Siz mendan rozi bo'lsangiz yetarlik. Shundala men jannati bo'la olayman. Shuning uchun sizga e'tibor qilaman ham hurmat qilaman", debdi ayol. Ayol kishi haqiqatan Allohning so'g'isi va oilning barakati. Mehribon onalarimizning bayramiga muborak bo'lsin.